Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bizani YouTube'da, Agrokontinentda, Telegram kanallarida va boshqa Instagram platformalarida kuzatayotgan dehqonlarimiz. Mana bugun 50 sotuvli teplisadamiz. Bu joyi har doim ko'rsatib yotdim. Magenta gibridimiz, shu Xazera firmasiniki. Bugunga kelib pomidorlar pishdi. Mana bugun ko'rsatamiz. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Hozir ichkarigi joylarga kirib ko'rsataman men. Xo'p, pomidorlar bo'yini ko'ryapsizlar. Bular 20-fevral kuni ekilgan ko'chatlari. Ko'chatlarini tolib ekan shu ko'chatchimiz qilib berganlar. Mana pomidorlarni qisqacha obzor qilib beramiz. Tanasi, pomidorning shakli mana. Pomidorni mana ko'rishingiz mumkin. Yassi dumaloq, yapaloqlari, taramlari kelishi, kisti tashlashlari mana. O'rtacha oraliqda tashiydi. Orasi yaqin ham bo'lmaydi, uzoq ham bo'lib ketmaydi. Mana o'rtacha holatda tashiydi. Chunki pomidorimiz biftomat bo'lgani uchun paleylari baquvvat, ham bu kistining orasi shunaqa nima yaratilgan pomidorlardan bittasi bo'ladi. Xo'p, pomidorga ortiqcha unaqa ta'rif bermaymiz. Mana o'zini tutishi, keyin ahamiyat beradigan joylarimizdan yana bittasi buni sxema pasatkasi bo'ladi mana. Olib keling. Sxema pasatkamiz mana 50 ga ekilgan. Ko'pchilik so'rayapti, buni necha ekish kerak oralig'ini. Mana kattaroq eksanglar, bahor oylarida shu o'zingizga ham yaxshi, chunki barglari mana bir-biriga yaqin keladi. Juda vegetativ o'sadigan pomidorlardan bittasi. Ham vegetativ, ham generativ. Endi vegetativ, generativ deb ko'p gapiramiz. Bu nimani anglatadi? Vegetativ bu o'sishi. Generatsiyasi bu don ushlashi, shu donlashi, meva berish hisoblanadi. Paleylari to'q yashil rangda. Gullari hammasi ushlagan. Hozir mashit o'zida 8 ta 9 ta kist ushlagan. Endi kistining orasi sal boshqa pomidorlarga nisbatan uzoqroq bo'lgani hisobiga bo'yi baland bo'ladi. O'shanga qarab o'sib boradi pomidorlar. Hop, mana bu yerda ko'ramiz, mana 4 ta kist, 4 ta kistlar уже tayyor bo'lyapti. Mana pomidorlarni hozir ko'rsataman. Pomidor lekin uzilishi sal qiyinroq bo'ladi. Bu paleyga baquvvat, ham boquvga bog'liq bo'ladi. Mana pomidorda ko'rishimiz mumkin, taramlar kelyapti, boshqa bo'lyapti. Ranglari sepkilib bermasligi, malinoviy tsvetda, chiroyli rangda bo'ladi pomidorlar. Xo'p, shu bugun ko'rsatadigan narsamiz sizlarga shu. Bizani kuzatishda davom etinglar. Hali yana yangi videolar oldinda.